Assalomu alaykum, Amir O'rinboyev kanali obunachilari. Bugungi darsimiz kompyuter savodxonligi birinchi darsi. Darsimizni boshladik. Darsimiz nimadan iborat? Kompyuter va uning qurilmalari. Kompyuter va qurilmalari deganda nimalarni tushunamiz? Shu narsani o'tamiz. Ya'ni kompyuter nima, notebook nima, monoblok nima, kompyuter deganda nimani tushunishimiz kerak, notebook deganda nimani tushunishimiz kerak. Bundan o'tamiz. Birinchi darsimiz boshlandi. Kompyuter nima? Kompyuter bu axborotni qayta ishlaydigan, saqlaydigan va uzatadigan elektron qurilma deb ataladi. Ya'ni biz ma'lumot yuboramiz, ma'lumotimizni obработка qiladi va bizga o'zimizga qaytarib beradi. Bu narsa nechuk ishlaydi? Bu bizga tezlik, aniqlik va ko'p vazifalarni bajarish imkonini beradi. Ya'ni kompyuter ko'rishingiz mumkin. Bu narsani, bu vazifani kompyuter, notebook, monoblok va hokazo yana bir nechta nimalari bor, o'shalarni ko'ramiz hozir. Hozir boshlaymiz. Kompyuter bizga nima beradi? Bu kundalik hayotda ehtiyojlarimizni qondirish uchun kerak bo'lgan vosita bo'ladi. Bu yerda ma'lumot topish, hujjat tayyorlash, musiqa tinglash, kino ko'rish, o'yin o'ynash, dars qilish va hokazolar. Har xil nimalar kiradi bu yerga. Ya'ni siz kompyuterni nima qila olishingiz kerak. Endi kompyuter turlari. Kompyuter turlari. Birinchi, shaxsiy kompyuter, ya'ni personal kompyuter. PC desktop deyiladi inglizchasi, personal kompyuter. Tavsifi stol ustiga o'rnatiladigan alohida sistema blokli monitor, klaviatura va sichqonchadan iborat kompyuter. Shu narsa biz kompyuter deb aytamiz. Bu yerda foydalanish joylari berilgan. Bu o'zlaringizdan kelib chiqqan holatda foydalanasizlar bu narsadan albatta. Afzalliklari endi yaxshi tomonlari nimalar? Ekrani katta, ko'rishimiz oson bo'ladi. Yangilanish oson, texnik xususiyatlari. Ya'ni bu oddiy kompyuterlarga qaraganda kuchliroq ekan bu. Eng kuchli kompyuterlar mana shunday kompyuterlar bo'ladi. Ya'ni игровой kompyuterlar ham shu. Shaxsiy kompyuter, personal kompyuter, PC desktop deb ataladi. Bundan nimalar kiradi? Monitor alohida sotiladi. Monitor. Klaviatura va bu yerda mishka bo'lishi kerak. Mishkasi yo'q ekan buni. Mishkasiz bu nimani ishlatib bo'lmaydi kompyuter. Va bu yerda case. Case bu kompyuterning miyasi. Tushunarlimi? Miyasi deb eslab qolsak, bu bizga yaxshiroq rezultat beradi. Keyingisi notebook. Notebook ya'ni laptop deb ataladi. Aytilishi inglizchasi. Barcha qismlari birlashtirilgan quvvatli batareyaga ega. Ya'ni batareyasi zaryadga oladi, как telefonning zaryadga oladi va zaryad tamom bo'lgach esa ishlasang bo'ladi u narsani. Ko'chma kompyuter, foydalanish joyi aytilgan bu yerda yana afzalliklari. Prototip, ya'ni o'zing xohlagan yerga olib, xohlagan ishingga assang bo'ladi. Yuborib olib bilasan. Ichki batareyasi bor, ya'ni zaryad saqlab beradi. Wi-Fi va kamera odatda mavjud. Ya'ni odatda mavjud degan sababi oldingi kameralarda, oldingi kompyuterlarda kamera bo'lmagan yoki Wi-Fi ulanish bo'lmagan. Bu vaqtlar nima bo'lgan deb so'rasak, masalan, Wi-Fi ga ulanish bo'lmagan vaqtlarida Wi-Fi adapteri bo'lgan. Wi-Fi adapterini ulaysan, ulagan holatda kompyuteringda keyin bu yerda Wi-Fi chiqadi. Chiqqanda shu vaqtlarda shu orqali ko'rganlar. Ya'ni Wi-Fi bor ekanligini. Va notebookning ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Demak, bu kompyuter va notebook. Buni esdan chiqaramiz. Va keyingisi monoblok. Monoblok all in one PC deydi. Ya'ni tavsifi ichki sistema blok joylashtirilgan, tashqi qurilmalari kam. Qarang, ko'ramiz keyin. Qara, ko'rishing mumkin bu yerda bizda monoblok to'g'rimi? Monoblokning nosi yo'q. Qaysi kompyuter o'xshatib turibdi? Ya'ni yuqorida kompyuter o'xshatib turibmi shu narsa? To'g'rimi? O'xshab turibdi bu narsa. Faqatgina case yo'q, to'g'rimi? Ya'ni uni zamonaviylashgan case monoblokning ichida. Tushunarlimi? Zamonaviy qilisi bu. Ya'ni shu kompyuterning zamonaviy qilisi. Case ichida bundan klaviatura bor, mishka bor. Shusiz foydalanib bo'lmaydi. Asosiy vositalari. Netbook bor. Endi netbook odatda foydalanilmaydi. Biz aytganda biz netbook ham notebook deb aytamiz, hammasini notebook deb aytamiz. Ya'ni netbook nomi bizning ishga o'tirgan kompyuterlarimizning kichik versiyasi faqatgina. Planshetdan sal kattaroq bo'lgan narsa. Ya'ni shu kompyuterning planshetidan sal kattaroq bo'lgan narsa. Netbook aytilishi shart emas, shuni o'tib ketamiz. Shunda biz kompyuter ko'rdik.
notebook gördük, monoblok gördük, netbook gördük, to'g'rimi? Netbook e, notebook'un sal kichikroq versiyasi. Okey. Endi shu narsalarni solishtirib ko'ramiz. Qisqacha taqqoslash. Bu yerda ko'rish mumkin. PK, monoblok, netbook, notebook. Prototip degan narsasi esa bu novi, ya'ni qulayligi degan ma'noda turibdi. Prototip degan narsasi. Ya'ni sen olib borib aytgan bilasanmi bu narsani? Xohlagan yeringda ya'ni. Ya'ni kompyuter, desktop PKdan kompyuter, to'g'rimi? Olib borib aytgan imkoniyati yo'q. Почти yo'q. To'g'rimi? Netbook, notebook. Notebookda bor. Monoblok ham qiyin. Uni mishkasi, klaviaturasi odдельный bo'lyapti. Uni qiyin narsa uni o'zi ham. Netbook обязательно imkoni bor. Kuchlik jihati. Uchsa ham kuchli, faqat netbook kichik bo'lganligini va sal kuchsizroq, lekin kuchsiz emas, kuchsizroq. Joy egallashi ko'p joy egallaydi, va notebook o'rtacha, monoblok kam joy egallaydi, va netbook juda kam joy egallaydi. Chunki uni ishlashi shunga moslashtirgan bilan. Uyda kimlar uchun deb qo'ydik, bu xohlagan odam uchun. Uni yozish shart emas. Endi kompyuterning asosiy qismlari. Asosiy uchun diqqat bilan yodlab ol, sana kerak bo'ladi. Bu kompyuterning asosiy qismlari. Sistema blok, ya'ni case. Kompyuterning miyasi deb aytib, to'g'rimi? Sistema blok, protsessor, CPU deb aytiladi. Hisob kitobni bajaradi. Shunda protsessor hisob kitobni bajaradi ekan, to'g'rimi? Eslab qolish narsalarni so'rayman. Xotira RAM deb ataladi, ya'ni kompyuter RAM unchalik katta bo'lsa, kompyuter ishlashi ham shunchalik katta bo'ladi, ya'ni shuncha tez bo'ladi. Sen kompyuter olgan vaqtida shu RAM-ini qarab olsang, shu RAM unchalik yaxshi 16, 24 liklar bor bu narsani. Shunchalik yaxshi sinasang, senga kompyuter ishlashi shunchalik tez bo'ladi. Qattiq disk, HDD va SSD fayllarni saqlaydi. Fayllar bilan ishlaydi bu narsa. Ya'ni birsi vaqtincha xotira, doimiy xotiradan narsalar bor. Jostki disk deydi. Qattiq disk. Qattiq diskning vazifasi doimiy xotira. Eslab qolasan. Video karta grafika ishlash uchun o'xshatish esa inson miyasi va yuragini o'xshaydi. Shu narsalar, ya'ni shunda qara. Hozir endi aytib o'tdim edi. Monitor. Keyingisi monitor. Monitor bizga обязательно shart, chunki biz ma'lumotlarni ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Monitor orqali. Keyin klaviatura. Klaviatura bu bizga ma'lumot kirgizishimiz uchun kerak. Sichqoncha bu ma'lumotlarni olib borib ichiga kirib chiqish vazifasini bajaradi, biladi, to'g'rimi? Keyin karnay, printer. Printer nima vazifani bajaradi? Printer. Ya'ni to'g'rimi? Kompyuterning ma'lumotlarini qog'ozga chiqaradi. Va karnay bizlar odatda shart emas. Karnaydan biz uncha foydalanamiz. Kompyuterning o'zining narsa aytadi bizga, to'g'rimi? Okey. Keyin qisqacha jadval ko'rinishida. Sistema blok, monitor, klaviatura, sichqoncha, karnay, printer. Shularning orasida 4 dona asosiy keraklari bo'lgan bizda bor. Birinchisi sistema blok, ya'ni case. Eslab qol, eng asosiylarini aytaman, 4ta. Case, monitor, klaviatura, sichqoncha. Bu ikkalasi esa qo'shimcha bo'ladi. Tushunarlimi? 4 dona shunday asosiy. Endi mustahkamlash shu savollar sana. Klaviatura nima qiladi? Monitor nima qiladi? Ma'lumotlarni ko'rish uchun, to'g'rimi? Printer nima uchun kerak? Ya'ni qog'ozga chop etish uchun. Lekin motivatsiya, har bir kompyuter ortida inson bor. Agar to'g'ri foydalansang, bu senga kelajak yaratadi. Shu bilan darsimizni tugatamiz. Bugun birinchi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Video tugadi.